Mana masalan, deylik, men video olyapman hozir. Masalan, menda hayajon bo'versa, обязательно ichim ketish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni, любой insonda qanaqa inson sportsmen, ruhan baquvvatmi farqi yo'q. Bir narsa yesam, mana shu qismim botadi deydi, o't pufeyni tekshiradi yana, jigarim serroz bo'lib qolmadimikin deydi. O'ylaydi-da oxiri. Ya cho'ta deydi. Qaysidir avlodimda, qaysidir qarindoshimda rak bo'lgan edi, mashtin ushlab qolgan edi. Men nevroz bilan shaxsiy terapiya ishladik-da. Allohga shukrki, shu inson ham yaxshi bo'ldilar. Hozirda endi ishladim degan joyi bor edi. Shu odam haqida boshqa. Assalomu alaykum. Antinevroz kanaliga xush kelibsizlar. Yangi kirayotgan insonlar uchun ismim Ziyoddin Mirmahmudov. Shu kanalning asoschisiman. Bugun va'damizga muvofiq oshqozon ichak nevrozi yoki ta'sirlangan oshqozon sindromi haqida gaplashamiz. Ko'p holatlarda o'zimga ishonch bilan aytishimning sababi bor. Chunki menda generalniy общий buzilish, ya'ni o'sha xavotiri ham, qo'rquvi ham, panikasi ham, nevrozda jamiki nima bo'lsa, hammasi birgalikda bo'lgan. Xuddi mana 3 tasi bir kofe bo'ladi-ku, o'shanga o'xshab 8 tasi bir nevroz bo'lganmiz. Shuni hisobiga ishonch bilan aytaman. Обязательно gastroenterologga boradi inson. Nima sababiga? Oshqozoni og'riganda. Ko'rikdan o'tadi, o'zi qilinadi, tekshiriladi, gastroenterolog xulosasi chiqadi, hammasi joyidaligi aytiladi. Yoki biroz shamollash, shunga o'xshash biroz gastrit haqida ozgina tushuncha berib, lecheniya yozib berishligi mumkin va hokazo. Endi ko'plar mana yillab, men o'zim hayronman, 5 yil, 6 yil, 7 yil, 10 yillab lecheniya olib beradigan insonlar bor. To'g'ri, oshqozoningiz agar kasal bo'lsa, mana misol uchun shaxsan men otamning yazvalari bor edi. 2009-2010 yil vaqtda lecheniya qilganlar, bir oyga yaqin parhez qilganlar, shu bilan bo'ldi. Oshqozonim demaydilar. Mana hozir kecha kunduz birga iftorda edik. Oshqozonlari bilan bog'liq muammo yo'q, ro'zagacha tutadilar. Nima demoqchiman? Sizda qayta oshqozon nevrozi bo'layotgan bo'lsa, uni albatta gastroenterolog va psixiatr bilan birgalikda bitta xulosaga kelib turib to'g'rillaniladi. U qanaqa? Обязательный xarakter bilan bog'liq kechadigan vaziyat. Mana masalan, deylik, men video olyapman hozir. Masalan, menda hayajon bo'versa, обязательный ichim ketish ehtimoli bo'ladi. Ya'ni, любой insonda qanaqa inson sportsmen, ruhan baquvvatmi farqi yo'q. U insonda hayajon bo'lsa, sirazi oshqozon bilan bog'liq ich ketishga o'tadi. Bu hammada bo'ladi. Endi vahimasi bor. Shubhali xarakterga ega, o'zini nima deydi, kasalvon deb o'ylaydigan, nevrozi bir cho'qqilariga chiqqan inson, nevrozi oxirlashib qolgan, ya'ni og'irlashib emas, oxirga yetib qolgan insonda oshqozon ichi sindromi boshlanadi, ta'sirlangan ichak nevrozi. Bunaqa vaziyatda shu insonda juda bir yomon holatda ich ketish boshlanadi. Qo'pol qilib aytganda, juda ko'p qatnaydigan bo'lib qoladi. Masalan, mana moch-polavoy sistema bilan bog'liq muammoda qanaqa? Inson vahima paytida boshida 18 mahal kichik hojatga kirsa, oshqozon ichak nevrozida 20 mahal qo'pol bo'lsa-da uzr, oshxonadanman. Tualetxonaga kirish boshlanadi. Oshxonaga kirish ham bo'ladi, inson kira olmaydi oshxonaga. Bir narsa yesam, mana shu qismim botadi deydi, o't pufeyni tekshiradi yana, jigarim serroz bo'lib qolmadimikin deydi. O'ylaydi-da oxiri. Ya cho'ta deydi. Qaysidir avlodimda, qaysidir qarindoshimda rak bo'lgan edi, mashtin ushlab qolgan edi. Menda ham shunaqa bo'lyaptimikin deb ketdi. Onkologiyaga borib keladi, lekin toza chiqaveradi. Lekin xayolida oshqozondagi ichib ketishi unga xavf tug'dirmaydi, lekin o'zini ichida, xarakterida bu narsani bosa olmaydi. Ya'ni o'sha nima deydi, qanaqadir rak bo'lib qolayotgandek, o'zini bir yomon holatga solayotgandek, o'zini bir har taraflama qisishni boshlaydi. Oradan vaqt o'tadi. Masalan, do'st davralaringiz bilan, oshna og'aynilaringiz bilan yig'ilib qolsangiz, sizga somsa tortiladigan bo'lsa, siz yemaysiz-da. Shuni yesam, hozir bir narsa bo'lib qolaman.
Shuni yesam, oxirgi marta yeyotgan bo'lsamchi, balkim atrofimdagilar mani rakligimni aytmayotgandir deydigan darajada fantaziya o'tib ketaveradi. Buni baribir tagida absolyutno OKR turadi. Yopishqoq yomon xayollar va bir-biriga kombinatsiya bo'lgan holatda ipokondriya OKR turadi. Bular bilan ishlanilsa, insonning ichki sistemasi o'zini o'sha hojatga borishdagi ehtiyoji normaga tushishni boshlaydi. Mana yaqinda men bir inson bilan ishladim. Yuzimiz yorug' bo'lsin. Shu vaqtgacha bo'lib kelyapti, alhamdulillah. Bir inson keldi, nechidir yildan beri oshqozon ichi nevroz bilan qiynalib kelgan. Tushuntirdim, xarakterini tushuntirdim, u simptomlarga qanaqa e'tibor qilishini tushuntirdim. Nevroz bilan shaxsiy terapiya ishladik-da. Allohga shukrki, shu inson ham yaxshi bo'ldilar. Hozirda endi ishladim degan joyi bor edi. Shu odam haqida ikki boshqa aytib qanaqa dey aka? Aytmadingiz-ku, Allohga shukr, yuzimiz yorug' bo'ldi. Alhamdulillahki, shu joyda bir inson bilan ishladik. Aynan shu ta'sirlangan ichak nevroz sindromi bilan og'rigan inson. Yo'qmasa hamma ko'riklardan o'tkaztirdik boshqatdan. Ularda yaxshi chiqaverdi hammasi. O't puffi, oshqozon, просто tak ichlari ketib, qayt ko'p edi. Oshqozon ostilarida og'riq, tortishishlar, qisilishlar bo'ldi. Biz shu shaxsiy terapiyani bularga tortiq qildik, berdik. Ya'ni qanaqa men kurs sotadigan inson emasman. Men dangal birga bir o'sha ishlab, o'sha qayerda muammo bo'lyapti, nima bo'lyapti, hammasini o'rganib hal qiladigan insonmiz. Xudo xolasa yuzimiz yorug' qildiki, shu inson ham ishonmovdi, yaxshi bo'lib ketdilar. Qanaqa? Faqat gap bilan emas, o'sha o'zini KPT yo'nalishida berdik, emotsionalniy человек edilar. Ya'ni o'sha emotsionalniy человек deganda ta'sirchan inson edilar. Xarakterlardan kelib chiqib to'g'riladik. Asosan o'sha yuqorida ta'kidlab o'tganimdek, OKR, ipokondriya shu ikkalasi bilan ishlanilgandan keyin insonda melanxolik degan xarakter chiqib turadi. Bu melanxolik shunaqa xarakterki, tabiiy ravishda insonni o'ylantirmasdan ham burun nima deydi, sizni shu xayollarga, shu sizni xafa bo'lishingizga tayyorgarlik qilib turadi miyadagi. Tushunyapsizmi? Vujudingizdagi hamma holatingiz, hamma xarakteringiz. O'sha narsa to sizda berkilinmagunicha siz oshqozoningizdan ming professor bo'lsa ham borib lecheniya, davo qilib yuraverasiz. Bu vaqtinchalik holat hisoblanadi. Vaqtinchalik deganimda o'sha lecheniya yoki qanaqadir preparat yoki dorilar sizga ozgina vaqt ushlab turadi xolos. Baribir buni oxiri bo'ladi. Oxiriga harakat qilish kerak. Oxiriga harakat qilguncha bo'lgan insonda o'sha shubha paydo bo'lib qoladi. Bo'ldi, men shunda ketdim-u, qanaqadir rak bo'laman-u, qanaqadir oshqozonimni operatsiya qilishim kerakmi, nimadir o'sha va hokazo xayol ketaveradi. Bunga yechim bor albatta. Biza KPT yo'nalishi bo'yicha shu odamni xulq-atvori, qo'rquv bo'yicha ishlaydigan shaxsimiz. Nimaga? Uverin bo'lib aytaman ko'p narsaga ishonch bilan, chunki o'zimni boshimdan shunaqa holat juda ko'p o'tganligi uchun. Albatta bizani kuzatishda davom etinglar. Boshdan o'tgan tabib.